Bu nonushtaga uydagilarimni kasal qilib qo'ydim. Sababi shunchalik mazaliki, endi mana har kuni tayyorlab berishimni so'rashibdi. Videoni oxirigacha ham ko'ring, xos sizga ham o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib, alohida idishga bitta dona tuxumni chaqib, 2 qoshiq sut solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tabga ko'ra ozgina tuz solib, uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Nachinkasi uchun uyimizda bor masalliqlardan foydalansak bo'ladi. Menda kolbasa, pomidor va sir bor edi. Hammasini yupqa qilib kesib tayyorlab olamiz. Keyin bo'lsa tovani salgina qizdirib, 2 qoshiq yog' quyib, tayyor qilgan tuxumli massamizni videoda ko'rsatilgandaqa quyib olamiz. Va usti qurib qolmasdan lavashli nonimizni solib 2 daqiqa dimlab qo'yamiz. Xayr etgancha videom yoqayotgan bo'lsa, menga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Sizni blogimda ko'rib juda xursand bo'laman. Shu payt tayyor bo'lgan lavashli nonimizni aylantirib, ketidan mayonez, salatni list va tayyor qilgan nachinkalarimizni ketma-ketlikda terib chiqamiz. Va qirg'ichdan chiqarilgan sirlarimizni ham ustidan sepib olamiz. Keyin esa videoda ko'rsatilgandek lavashni yarmini ustiga yopib, yana 2 daqiqada 2 tomonni qizartirib pishirib olamiz. Voy bilasizlarmi, videoni montaj qilgunimcha o'zim ishtahalarim ochilib ketdi. Shuna qilib tayyor bo'lgan lavashli nonushtamizni olib, o'rtasidan bo'lib olamiz va issig'ida mazza qilib yeb olamiz. Bay. Buni tamiga gap bo'lish mumkin emas. Albatta tayyorlab ko'ring. Bu yoqda jiyanim kelib, "Mana videongizga tushib beraman" deb degustatsiya qilib berdi. Ko'rib turganingizda reaksiyasiga salgina tushunmadim. Birinchi xayr deb, keyin zo'r